Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Sog' omonmisiz? Biz hozir Buxoro Sharifdamiz. Buxoro ilmlar, bilimlar yurti hisoblanadi. Masjidlar, madrasalar rosa ko'p. Hozir mana Park qal'asini shundoqqina eshigini oldida turibmiz. Hozir ichkariga kirib, qal'ani qo'ldan kelgancha yoritib berishga harakat qilamiz. Kech payt ham tinganimiz yo'q. Vaqtdan unumli foydalanyapmiz. O'zi asosan bu yerda kech payt aylanish kerak ekan. Buxoro arkaga kirish qismi, mana darvozasining oldida turibmiz. Hozir endi ichkariga kiramiz. Buxoro arka xaritasi. Xullas 28 ta narsa bor ekan. Mana 24, 28. Muzey. Hozir endi ichiga kiramiz. Langar Qur'oni. Qo'lyozmasi. Tasbeh 20-asr. Kattaligini qarang. Bu qalamdonlar. Tabiat bog'iga kirish. Jayron. Hammasi haqiqiy bo'ladi. Tulum qilingan deyiladi. Hammasi haqiqiy. Maket emas. Chiroyli, a? O'rtoqlar, qaranglar, biz qanaqa joyga turibmiz. Mana qal'ani ustiga chiqib olganmiz hozir. Mana qal'a devorlarini ko'ryapsizlarmi? Ko'rsatdim. Mana qal'aning devorlari, qal'aning ustiga turibmiz hozir. Buxoro shahrining kech paytdagi ko'rinishi. Buxoro amirlarining taxtga o'tkazish marosimi mana shu yerda bo'lib o'tgan. Mana to'g'rimizdagi taxt. Bu kirish qismi.
Bola hovuz jome masjidi. 20 ta stumi bor. Mana stumlari hammasi qadimiy. Tepasi ham juda chiroyli holatda ishlangan ekan. O'sha yog'och o'ymakorligi uslubida. Hammasi o'sha paytdagi holat. Mana arkda shunday yonginasiga mehmonxonamiz joylashgan. Mana shu mehmonxona. 2-qavatiga joylashganmiz. Imom al-Buxoriy muzeyi. Chashmai Ayub maqbarasi. Mana ikkalasini umumiy holatda ko'rinish. Yonma-yon joylashgan. Ismoil Samoniy maqbarasi. Ismoil Samoniy ushbu maqbarani otalarining qabri ustida qurdiradi va keyinchalik o'zlari va bitta nevaralari ham ushbu dahmada dafn etilgan. Juda chiroyli ishlangan. Tepasining ko'rinishi ham juda chiroyli ishlangan ekan. Poyi kalon. Amir Olimxon madrasasi. Poyi kalonni badaniga Qur'on oyatlari yozilgan. Mirzo Ulug'bek madrasasi. 1417-yil qurilgan. Abdulazizxon madrasasi. 1652-yilda qurilgan. Mana hamma bilgan Nasriddin Afandi. Nodir Devonbegi madrasasi. 1622-1623-yillar. Nodir Devonbegi xonaqosi. Atrof turistlar bilan gavjum. Ana shu yerdan Labi hovuz deyiladi. Ko'kaldosh madrasasi. 1568-yillar.
Masjidi Kalon. Jome masjidi. 1514-yil bunyod etilgan. Bu masjid hovlisi. Buxoro ilm maskani hisoblanadi. O'shaning uchun masjid, madrasalari rosa ko'p. Pochcho Qulboy masjidi, Imom G'azzoliy masjidi, chap tomon Masjidi Kalon, Xo'ja Zayniddin masjidi. Masjid Baland, Modarixon madrasasi. Buxoron tor ko'chalari. Rahmonqul madrasasi. Boya aytganimdek, Buxoroda masjid, madrasalar rosa ko'p. Bitta ko'chada 2-3 ta masjid bor ekan. Men hovliga odam yashaydi. Faqat o'zgartirish kiritish mumkin emas, tabiiyki. Shu qolib ketgan. Bilmadim, lekin shu yerga kirib ketishadi. O'zgartirish kiritish mumkin emas. Mana eski hovlilar. O'zgartirish kiritish mumkin emas bularga. Qo'ldan kelgancha bir eskilik holatini saqlab qolish kerak. Bu qaysidir amirlik davrida qurilgan hovuz. Mana bu yerdan suv tushgan. Bu yoniga mana masjid bor. Xo'ja Zayniddin jome masjidi. O'rtoqlar, biz hozir zindonga keldik. Ichkarini ko'rsatib beramiz. Zindon 18-asr. Xo'sh, mana zindonga kirdik. Hovlisiga kirdik. Mana mamlakatga bu yerga o'sha qaroqchilar, o'g'rilar, talon-taroj qilganlar, sog'lig'idan qarzi bor kishilar, taxt to'ntarishi qilmoqchi bo'lgan mahbuslar mana shu bo'lmalarga saqlangan. Obchi 100 ta kishi saqlangan bu zindonga. Hozir mana mamlakatga 70-75 kishi saqlangan. Bu yerga o'zini kasb holidan kelib chiqqan holatda ish qilishgan. Mana kimdir misvoq yasashgan, tish cho'tkasi, o'sha paytdagi tish cho'tkasi. Bu yerga qanaqa qilib tushiriladi? Bu yerga mahbuslar qanaqa holatda tushirilgan? Tepasi qotirilgan. Mana bu ikkitasi olinadi. Mana bu olinadi. Bundoq bu yoqqa bo'ladi. Mahbuslar bundoq egilib pastga tushirilgan.
Ichkari mana shu holatda. Mana bu bitta xona joylashgan bo'lgan. O'sha mahbus boshini, zindon boshini xonasi bo'lgan. Bu xona qo'riqchilarning xonasi hisoblanadi. Mana shu holatda turishgan. Qo'riqchilar xonasi. Mana bu oxirgi xona, mana pastda mahbuslar pastda tushirilgan. Bitta og'ir jinoyat qilgan mahbuslar mana shu pastga tushirilgan. 6,5 metrni tashkil etadi. Mahbuslar qanaqa holatda tushirilgan desangiz, arqon yordamida pastga tushirilgan. Oziq-ovqati ham arqon yordamida berib turilgan. Mana shu holatda. Tepada tuynuк bor. Yorug'lik tepadagi tuynukdan tushib turgan. Joninglar omon bo'lsin. Rahmat.